2026-yil 8-may sanasida Uzun tumani Juma mol bozorida turibmiz. Hafta kunida juma. Sizlarga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, faqat sizlarning talablaringizga binoan, xohishlaringizga binoan mana shu sog'in sigirlar, bo'g'oz sigirlar narxlarini chiqaramiz bugun. Kecha payshanba bozoridan chiqarmadik sog'in sigirlarni, narxlar aytilmayapti. Ho'kiz tarafga o'tdi, narxlar aytilmayapti. Faqat qo'y qo'zlarni chiqarishga harakat qilamiz. Narxlar aytilmasa olmaymiz. Nima kerak bizga? Biz davom etamiz mana shu. Bular bu bo'g'ozmi aka bu? Aka bu bo'g'ozmi? 6 oydan oshgan. 6 oydan oshgan. Yuvosh ha? 6 oydan oshgan bo'g'oz sigirimiz. 7-8 ta sut ham. Sharofuddin kanali. Sharofuddin. Bu qarang, narx qancha bu? 15,5 so'rayapti. 15,5 so'rayotgan. Mana shu sog'in sigir. Hozir ham sog'lar ekan, 6 oylik bo'g'oz ekan. Mana bu tarafda yana davom etamiz. Mana puli yengil, narxi arzonroq bo'ladi. Joydori, yosh oilalarga bemalol mana sigir yeplaydi. Bemalol yeplaydi. Sigirning holati zo'r, rangi toza. 10 ta suti ham bor. 10 ta suti bor. Yo'q, 10 ta suti ham bor. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz. 15,5 so'rayapti. Nechi qoringa bo'g'oz? 3-chisiga. 3-chisiga bo'g'oz 15,5 so'rayapti. 15,5. Tuqqandan keyin agar mabodo ho'kizcha tuqqan bo'lsa 20 da. 20 larga bermaydi tuqqandan keyin. Bermaydi. Yuvosh qimirlamaydi. Mana shunaqa narxlar sog'in sigirlarda, bo'g'oz sigirlarga narxlarni olaylik. Mana bu yerga yana puli yengil variant savdo bo'lyapti. Qancha savdo bo'ldi? 14 qilyapti. Berilmaydi. Necha oylik? 5 oylik 14 million qilingan berilmayapti. Davom etaveramiz. To'g'ri? Narxni aytaversangiz. Narxi 13 million. 13 million so'rayapti. Ya o'zim olaman. 13 million berilmadi. Necha oylik? 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz 13 millionga berilmadi. Davom etaveramiz. Mana holati zo'r. Egasinimi? Yana suti bor ha? Suti bor. Do'stlar, mana Shveddan hozir Shved sigirimizda hozir narxlarni bilamiz sizlarga. Ko'raylik buni. Hammasini ko'raylik. Bu ham bo'g'oz. Bo'yi 1.20 dan ziyod. 1.30 bor ekan. Qancha bo'ladi aka bu narxlar? 18,200 ming. 18,200 ha? Necha oylikdir? 5 oylikda o'tgan. 5 oylikda o'tgan 18,200 ga berilmadi. Hozir sog'ilmaydi-mi hozir? Sog'ilmadi. Shved bemalol buni olsangiz yaxshi sigir bo'lar ekan. Hurmatli obunachilar, baraka topasizlar. Orqalarini bir ko'rsataylik, bu taraflarini sog'lom ekan, zo'r, yaxshi. Davom etaveramiz narxlarni tanishtirishda. Uzun tumani Juma mol bozorida. Bu sigirlar hammasi bir oilani yeplaydi. Bir oilani, kichkina oilani yeplaydi. Katta sigir qila olmayman. Uni boqishi ham o'ziga yarasha bo'ladi, o'ziga yarasha xarajati ko'p, yemni ko'p yeydi deb ko'pchilik aytadi. Men shuning uchun mana puli yengilroq, joydorroq variantlarni ko'rsatib boraylikki, mana shulardan olasizlar mana. Qanchaga bor qoldi to'g'ri? 14,5 million. 14,5. Mana 14,5 million puli yengilroq. Arzonroq olsangiz bo'ladi. 14,5. Necha oylik? 3 oy qo'yilgan. 3-oy, ha? Qo'yilganmi? Urib qo'yilgan 3-oy ekan. Aniq bo'g'oz ekan. Sog'ilmaydi hozir. Sog'iladi. 4 ta 6 ta sutiga javob. 6 ta sutiga ham javob. Ha. Xohlasa 3 kun bepul beramiz savdoni kelishi. 3 kun bepul. Adres qayerda? Adres Kilish, mustaqillik. Mana sog'asi bepul beradi. Uyda yana bormi? Uyda bor. Bo'lmasa telefon nomeri qo'yaylik. Telefon nomeri qo'yaylik. Ha, ayting. 91lik 117 7582 bo'ldi. Telefon qilishadi sizga Sharofuddin kanalidan. Desa, kelishtiring, bozor narxini ozroq qilib. Davom etamiz. Sizlarga yon bosib boraman, hurmatli obunachilar. Iloji boricha narxlarni borini yoritishga harakat qilaman. Hozir
Bering shuni, bering maskarga, Savdo bo'lmayapti. Bering deyaptilar, lekin savdo bo'lmayapti. Savdo bo'lmayapti. Savdo bo'lgan joylaridan bo'g'ozmi? Mana bo'g'oz sigirimiz. Nima holatini bunday qilib qo'ydinglar? Nima holatini bunday qo'ydinglar? Instagram qo'yaveradi. Yo'q, oxirgi tug'ish raka bu. Oxirgi tug'ishim. Shu bilan tamom. Shu bilan ketadi. Mana oxirgi tug'ishi ekan, uspet qilib qo'yinglar. Oxirgi bolasini yaxshi bola bersa kerak. Qanaydir bir nimadir xislati bo'ladi. Yo'rtib ber degan bola tug'adi. Yana narxini aytmaymiz. Narxi 6 million bo'lsa beraman. Mana do'stlar, oxirgi tug'ishi 6 million bo'lsa berilar ekan. Shu bilan boshqa tug'mar ekan. Lekin oxirgi tug'ishiga qanaydir bir nimadir bo'lar ekanda. Esdalik bo'lsa beradi. Bo'lsa shu oxirgi tug'adigan sigirlarda yana bormi yo'qmi izi? Bor aka. Yana bor. Ayting telefon nomerni. 99 Ha. 130 Ha. 1190. 1190. Bog'lanasizlar.